Yo, barcha salomlar, assalomu alaykum. Bugungi videoda biz mana bu slime bilan qurish challenge o'tkazamiz. Deyarli slime qurishni bilmaydi xolasini biz boshladik. Do'stlar, videoni boshladim. Men bunaqa rejimni o'tkazib oldim. Biz bugungi videoda nima qilsak bo'lar ekan? Kompyuter quraman. Telefon quraman, telefon. Men ham hozir telefon qurish videosini o'tkazdim. Bo'lmasa men ham telefon quraman. Ekraniga bironta rasmcha qo'yamiz. Xullas, men bloglar uchun deyarli ko'mir blog ishlataman. Ko'mir. Mana qual. Apple blog ham bor ekanmi? To'g'ri, mana pul blog. Voy, ajoyib. Pul blog ham bo'ladi. Meniki ham ajoyib chiqadi. Kompyuter quramiz, aytgancha biz telefon emas. Keyinroq senga kommentingni yozib qo'yaman necha ball berganimda. Necha ball berasan kompyuterni, shuni yozasan. Kompyuterga necha ball berishim yo'q. Aytma menga. Necha ball berishingni. Aytma. Hozir menga yuklanishi 61 soniya qoldi. 61 soniya qoldi. Mana shunday qilib qo'yaman. 2 soniya. 49. Ya, bu qurish challenge kattaroq qilamiz. Soniyacha Soniyacha? Soniya. Soniya deb basım kısını orada ya. 30 soniya. 30 soniya. Qoldi deyapti menga da o'zi ko'p vaqt ketyapti qilishga. Ha, tushunarli. O'g'ilchalar gapiryapsam, menga yaxshi tushunarli deb gapiryapsam. Yo'q, men senga gapirgam yo'q. Do'stlar, video pauza. Do'stlar, mana bo'laman video pauza. Qilich urar. Beshara bu nima keragi deydi. Shu nima keragi deydi video qo'ydim. Do'stlar, men bunday qilyapman. Devli video pauza qilmaganim uchun shunchalik gapirmay qo'yibman. Video pauza. Do'stlar, men videoni qo'shdim. Mana men kompyuterni qo'shni qilyapman. Uxlaysan? Mana ungacha quraman. Shamolga mazza qilib yotibsanmi? Mazza qilib yotibsanmi? Zaten telefondan shamol qilyapti-ku. Aytgancha men telefondan o'ynayapman. Mana kompyuterning ekrani. O'xshamagan bo'lsa lekin o'yla, mayli shu bo'lar. Qani? Mana shu bo'laver. Senga dahshat chiqdi-ku kompyutering. O'xshamadi-ku. Keyin telefon ham quraman. Video komment bo'lib qoldi. Mancha qilyapsan. Yine pishakcha o'xshab deysan. Pishakchaga o'xshab miyovlada. Unday pishakchalar unday miyovlamaydi mushukchalar. Ostaymi? Pishakchamisan nima? Haqiqiy mo'shonmisan, mo'choncha. Ha, mo'chon degan pishakchami? Pishakcha emassan-ku. Mushukcha emassan. Bunaqachasi ketib bo'lmaykan, mayli, shuni aytibadi, shunchasini. Zambiga samayzingni.
Zambiga so'rayapman. Zombiymiş. Zambi desem zambi. Zombiga so'raman o'zimda. Evet bosuvording. O'zing bosding-ku. Sen bosting. Sen mana unga men kassa yasab qo'ymagandim, seni kassa yasab qo'yuvding. Mana bu sichqonchaga sal-pal bo'lsa ham o'xshatdim. Mana unday bo'lishi kerak. O'xshamadi sichqonchaga. Sichqoncha haqqoniy sichqonchaga o'xshatish kerak. Haqqoniy men o'xshatolmayman. Men professional emasman senga. Men filosoflarman. Falsafalar emas. Professional. Filosoflar. Aytolmaysan sizni ham. Ana Teplovich. Nima? Teplovich. Nima deganim Teplovich? Chechqa qirol degani. Technobletmi? Technovich. Sen mazoq qilyapsan uni. Mazoqsan nima biladi uni? U sana zo'r o'ynaydi, Technoblet, to'g'rimi? Agar zo'r o'ynaydi degan bo'lsanglar, like bosinglar. U bilmaydi Technoblet qanday o'ynashini. Uni men parkurda yutaman. Yutolmaysan. Ko'ramiz. Men undan tez sakrayman. Do'stlar, Technoblet yutadi degan bo'lsangiz, albatta like bosing. Bu videoni yutolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Men Teplovich deyta olaman. Teplovich emas, Technoblet. Yutolmaysan. Teplovich. Deyta olaman. Yutolmaysan. Ismini ham aytolmaysan hattoki. Chechqa qirol deyman, ismini aytaman. Cho'chqa? Qirol? Chechqa qirol kesha. To'g'ri, sekin-sekin ayt. Teplovich. Biza pauzlar mana qo'yaman. Cho'chqa qirol dedingmi? Cho'chqa. Chechqa. Uni mazoq qilma lekin. O'zi o'ynaydi sendan. Mendan zo'r o'ynab bo'lmaydi. Sen mendan zo'r fair o'ynamaysan. Zo'r o'ynayman biza pauz. Mana. Tushundingmi zo'r o'ynaymanmi? Yo'q, o'ynamaysan, to'g'ri. Yo'q, men sendan zo'r o'ynayman. Sen Kim yutadi deb o'ylaysiz obunachilar Free Fire'da? Obunachilar men buni yutganman. Sizlarni aldayapti. Aldayapsan. Men sizlarni yutgandim. Sen mendan kichkinasan axir. Kichkina bo'lsam ham to'g'ri seni yutganman. Yutmagansan, bir martagina yutgansan. Bir marta emas, 5 marta yutganman, 10 marta yutgansan. Garangmisan. Men kichkina jonim ham qo'ydi Free Fire'ga ketsa yutolmadim. Sen yutqizasan, bilasan-ku, qoluvding. Men yutdim, sen qolding. Men senga aytdim, agar aytmasam bu o'yinni ololmasding sen. Free Fire'im. Ha. Teplovich. Teplovich emas, Technoblet. Mazoq qilma. Technoblet. Mazoq qilma. Aytishni bilmayman men o'zimni. Aytishni bo'lmayman demasdan to'g'ri gapir. Aytishni bilmayman. Yana shunday desam, ungacha video pauzlar. Mana Stone Coater'ni topdim. Mana bunaqachasi. Obunachilar sizlarni kommentarga yozib qoldiringlar. Mana Stone Coater. Men Stone Coater. Nest qancha bunaqa aylantirib va ko'shanaqachasi. Kesib ketamiz survivalga o'tsang. Kesib ketmaydi. Ishonmasanglar qilib ko'raylik qani do'stlar, survivalga. Do'stlar, ishonmayotgan bo'lsanglar mana men Javaman. Qo'limga qaranglar. Mana inventoryani ham o'tsam hamda ochiladi. Artefaktni ham ko'rgan bo'lsanglar, qarang, shunday inventoriy ochilgan. Artefakt cho'ki Java o'ynaydi. Mana artefakt Java o'ynaydi. Men ham Java o'sha mana. Jonimga ham qaranglar, jonim. Sening ovozing Baxga o'xshayapti. Jem, mana o yurakchalar mana yoqqa turadi, mana koordinatani oldida turadi, osilay kostyumi. Do'stlar, rangchani olaydi. Mana yoqqa turadi. Shu yerda yurakchalar turadi, bu yerda esa och qolgani turadi. Lekin hammasi mana bu yerda o'tib qoldi. Chunki men Java versiyani oldim. Men Pocket Edition Minecraft'imni ham Video pauza. Qancha do'stlar sizlarga aytib qo'yish istab chiqdi. Obunachilarga gapimni aytib olay. Obunachilar mening Minecraft'im Pocket Edition o'shanga joni teppagan, uni qanday qilib pastga o'tib qoladi. To'xta, qara, men Java Edition mana bunaqa bo'ladi. Java mana blue o'chirtaylar ko'k degani bu. Hamma bilsa kerak. Mana bunday qilsa ham bo'ladi, bunday ham.
Xo'sh, yana nima qilmoqchi edim? Do'stlar, sizlar koordinatani aytishingizdan chiqibdi mana bu Obunachilarga koordinatani. ingliz tilida gapir. Yo, to'xta. Mana bu koordinatlarni sizlarga ko'rsatishingizdan chiqibdi. Mana shu koordinatlarni mana ko'rsatib, mana shu koordinatlarni qanday olish mumkin desanglar, sizlarga o'chirib o'zi ko'rsataman. Do'stlar, mana koordinatlarni o'chirib tayladim. Hozir sizlarga ko'rsataman qanday qilishini. Xo'sh, mana bunday qilasizlar. To'xtanglar, men sizlarga mana bunday qilaydi. Mana bunaqa ko'rsatkich bilan mana bu pauzani bosasiz. Mana shu pauzani tugmasini bosing. Va mana bu settings deganiga bosasizlar. Mana shu settings. Obunachilar arti degan ism bor. Va to'xtanglar, pastga tushasizlar, albatta bor. Va mana bu yoqdan olaydi. Mana bu show coordinates deganini qo'shasizlar. Mana shuni qo'shamiz. Artifakni Va ismi bizga Haqqoniy to'xta. Hasan. Mana pozitsion deb artefaktning ismi Hasanligini bilamiz. Mana bu pozitionni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Uning artefaktning familiyasi Mansurov. Mana bu koordinatani ham ko'rdingiz. Mana do'stlar, koordinatani Artefakt to'xta, gapimni koordinatani qanday olishini tushungan bo'lsangiz kerak. Mana bu tosh ham oddiy tosh emas. Axir buning tagida video pauza demoqchi edim, mana bunaqa blok bor. Bu tosh emas. Tosh emas. Sakvizlar tosh emas. Xo'sh, endi video tugadi. Hammaga xayr, like va obuna bo'lsanglar, kommentariyada 10 ballik sistemadan necha ball berasiz, o'shani ham yozib qolding. Video tugadi. Qancha komanda blokini olishni ham o'rgangan bo'lsangiz kerak. Men Hamma sizlar bilan bog'liq. nima deysan? Love it. Hammaga xayr, do'stlar, salom. Keep playing. Hamma sizlar bilan Video bog'liq. tugadi. Ting 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 ting.